alaykum rahmatulloh va barakatuh. Alloh taologa hamdlar bo'lsin aziz birodarlar. Mana biz hozir Furqat ko'chani mahallasida hamda bu tomonda Asirga domlar masjidini yonida shu domda bir opamiz bor ekan. Shu opamizni murojaati bilan biz keldik. Xudo xolasi ichkari kiramiz endi. Aziz birodarlar, mana opamiz xonadoniga keldik. Alloh taolo barchalarni qilingan ibodatlarni o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Ehsonning mukofoti faqat ehson dedi. Shu opamizni Indiyaga jo'natish maqsadida harakatlar bo'lyapti. Shunga ozmidir, ko'pmidir qo'lingizdan kelganicha ozgina miqdor bo'lsa ham pul mablag'larini solish kerak bo'lyapti. Opamizga ozgina $35,000 kerak bo'lyapti yordam miqdorida. Shunga o'z hissalarini qo'shib qolinglar. Siz azizlarni kutamiz inshaalloh. Banklarini qo'yib o'tamiz. Shunga murojaat qiladiganlarimiz, aloqaga chiqadiganlar bemalol kelaverasizlar. Shu opamiz xonadoniga yuz-yuz bo'lib gaplashaman degan akalarimiz bo'lsa, yordam qilaman degan akalarimiz bo'lsa, Alloh uchun fi sabilillah o'z qo'lingizdan kelganicha ehsonni qilinglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Men mana siz pech bo'lib qoldim. Kecha mablag'imiz yetishmaganligi tufayli sizlardan murojaat qilyapman. Doktorlarga ko'rindim, borib chiqib yotib, yana boyaga ahvolga tushyapman. Sizlarga yordam berishlarini so'rayman. Avvalo Xudo sabab sizlar bo'lib qolinglar. Hammalardan roziman. Ehsoninglarni ayamanglar mendan. Shu farzandlarim uchun yaxshi bo'lib qolay.